Assalomu alaykum va assalomu alaykum. So'rayaptim kanalning ashaddiy obunachilari. Bizni muntazam kuzatib turgan aka-ukalarimiz, hoji tog'a, hoji onalarimiz. Xudo xolasa video syomkamizni bugungisini boshlab oldik, yana birinchisini. Xudo xolasa akalar, video syomkamiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha sizlar bilgan Saroy qishlog'ida, Optimchilarda qishlog'ida xudo xolasa video syomkamizda Abdulla akamizni qo'y fermerlariga kelganmiz. Sizlar, Usmon keling. Aka, assalomu alaykum. Xudo xolasa bugunga xudo xolasa qo'ylarni bomba qilib chiqarishga harakat qilamiz. Chiroylisini chiqarib beramiz. Bugun ozgina sozgina naq bo'g'ozlarni olib kelamiz. Biroga qo'mita degan variantlardan. Narxi ham yo'lida bo'ladi. Videoni oxirigacha kuzatib, like podpiska bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa bag'ini o'xshataveramiz. Sizlar qanchalik bir nima berib tursalaring bizga ruhiyat. Like, kommentariy yozib tursalaring, bag'ini o'xshataveramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelganicha. Hech joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa aka, qo'yda bitta ma'lumotini berib o'tasiz bularda. Hop, bugungi birinchi partiyamizga 3 ta qo'yimiz. Soni 3 ta. Soni 3 dona. Birinchi partiyasiga 3 ta naq bo'g'oz mana. Yelin, akalar. Biri qo'may tuvadi mana yelinlari lapillayapti. Naq variant. Nasiya kuchiga kechkiroq 1-2 oy bor deydigan emas. Bunisini ham ko'rsataman. Naq bo'g'oz variantida. Hop, ikkitasi naq bo'g'oz, mana bunisi qo'zi. Bunisi qo'zi. Olamiz birinchi Usmon. Qo'zini ko'ring. Jonivorni Jonivorni qaranglar akalar. Bu gibriddan bu Usmon. Gibriddan. Tish qo'zi hali, tish buzmagan, hali shaka chiqarmaydi. Buni ham bezi bor Usmon kichikroq. Hamda bez soqolibdi, lekin unga garantiya bermaymiz biz. Shu narsa. Menaki bu qo'zi tug'ilgan qo'y emas. To'ppa-to'g'ri aka. Borini bor, yo'g'ini yo'q. Sabaxtalari. Biz unga garantiya berib qo'yib bitta yuzini shu yerdan bo'lishini xohlaymiz. Joningiz yaxshi, sifati zo'r. Xudo xolasa, badallari ham yaxshi ekan akalar. Badani ham yaxshi, sifati ham zo'r. Buni zotga xudo xolasa. Zotga xudo xolasa. Bular tishi qanaqa aka? Bular ikkinchi qorin Usmon. Ikkinchi qoringa. 4dan 6ga chiqadi ekan. Ikkinchi, uchinchi qorinda bular. Buni bo'yi pastroq, zo'r qo'ymasin, lekin Naq bo'g'oz. Naq bo'g'oz variantida. Xudo xolasa. Bilsangiz 2 haftada tug'ib beradigan qo'y. Bunisi suyagi uzunroq, bunisi 4 mikan. Bu ham 4dan 6ga chiqadi ekan. Yaxshi bir xil, Usmon. 4dan 6ga bu ham chiqyapti ekan, xudo xolasa akalar. Suyaklari o'rtacha. Joni maqtovni kelishtirganman ham shu narsa Usmon. Bitta bo'ylari necha endi aka buni? Bo'ylarini aniq o'lchaveramiz Usmon. Realni qilamizmi aka? Realni bo'lsin bari. Hop, bo'yi mana akalar yerga tegdi. Metrimiz 70 bilan 75 orasida deb olishaversin, ha? 70 bilan 75 orasida. Birinchisi. Bunisi undan sal kichikroqi. Mana akalar yerga tegdi, realni. Bunisi ham shu 72, 70 deb olishaversin. Bunisini 70 deb olishaversin, ha? 70 deb olsin, ikkovini. 70 plus deb olishaversin. Qo'zimizniki ham qo'zini ham 70 plus minus deb olishaversin. 70 plus minus deb olaverar ekansiz qo'zisini, xudo xolasa. Ikkita naq bo'g'oz, bitta 50-50 variantidan buni akalarimizga zotga taklif zotga tanigan tanidi Usmon. Bu qo'shqalarni ham qarang, xudoyimda bir mo'jizasi-da, buni quloqvashini qarang. Garmonuslar qaranglar. Garmonuslarda quloqvashi bor. Sarilar ham joyiga joylashganda bir xil. Xudo xolasa aka bitta qo'ylarni yechib ko'rsatamizmi? Qo'ylarni yechib bunda yurishtirishni ko'rsatamiz. Xudo xolasa akalar mana qo'yib yuborilgan holatda turishibdi, xudo xolasa. Jonivorlar. Qo'ylar o'tacha Usmon. Shular bo'lmaydi bular. Qo'ylar bilmayman bular. Jonivorlar. Chiqadi. Xolasa akalar aloqaga chiqaverasizlar. Akam 24 soat aloqadalar. Yebichi sog'ligi, salomatchilik, cho'lak ko'rmaslik, kafolati bor mana. Yebichalar sinovdan o'tdi aka. Yebichalar sinovdan o'tdi. Hech joningiz omon bo'lsa, Allohim savdoyingizga baraka bersin deymiz aka biz. Endi aka qo'ylarni bir qator ko'rsatdik. Videomizda cho'zmasdan, xudo xolasa bitta narxini aytamiz buni. Hop, Yusufxon, uchovini bir joyga olishsa mana buni. Yo'q, bunday qilaylik Yusufxon. Bitta bo'g'ozni adindan chiqaraylik. O'zini adindan chiqarib, o'shanda to'g'ri ish bo'ladi, ha? Ikkala bo'g'ozimizga oldi qo'shdi gap yo'q, bilasizmi men savdomda. Uni olsinman keltirib tushishga kerak yo'q. Bo'lsa ham oxirdagi to'g'asi hisob. Hop. Uni ikkala bo'g'ozimizga vodi bo'ylab Toshkentga dastakka qo'yamiz. 5,5 milliondan 11 millionga Alloh bor barakasi bersin. Oqqacha aka? Oq qo'zimizga 4,5 million berishadi, uni ham Toshkentga dastakka beramiz. Uchovini bir joyga olganga
15,5 million so'mga va'da bo'ylab dostaga qilib beraveradi. Joningiz omon bo'lsin. Aka keyingi partiyamizni boshlayveramizmi? Navbat ikkinchi partiya. Xudo xolasa akalar, ikkinchi partiyamizni ham boshlab oldik. Jonivorlar yirik variantida akalar. Naq bo'g'ozlar, Yusufxon turro ham Akalar, yaqin bo'g'oz qo'ylar. yillari ko'chib bo'lgan emas. Do'ppida o'yat. Mana. Jonivorlar apaylar akalar. Xudo xolasa bir hafta ikki haftada to'p qo'yadi ular, Yusufxon aka. Qorinini qaranglar akalar. Emas. Xudo xolasa ilohim olgan odamga egizak to'y bersa mana shu qo'yamiz. Xudo xolasa hammasi ham. Ishlari yosh Yusufxon. Bitta ma'lumotini aytib o'tasiz aka. Ikkinchi partiyamizga 4 ta Yusufxon. Aha, soni 4 dona. Mana 4 dona, turro ham yaqin bo'g'oz, kechki emas. Yaqin bo'g'oz variantidan xudo xolasa. Bir chekkadan akalar. Quloq ham butun ekan-a. Quloq ham but, shalpon qulog'idan aka. Bu ham 406 ga chiqyapti ekan. Qo'ylar yashi aytdimi bir xil deb. Bunisi 4 ekan rasman, ha mana. 4. Bunikini ham bitta aka. Hammasini ko'rsatamiz. Bunisi ham 4 dan 6 ga mana chiqazyapti. 4 hozir. 6 ga chiqadi. Tug'sa 6 ga chiqib bo'ladi. Ha, halicha bor. Bunisi 4 ga chiqazyapti ekan-a. 4 ga chiqaryapti. Xudo xolasa akalar, sizlarda o'ylagan holatda har bitta qo'ydi ma'lumotini bergani, shunday qilib Abdulla akamiz o'ylab, baylab qo'ydilar. Shtobi hammasini bir qator tishini ko'rsatib, sizlarga yoritib berish uchun akalar. Qari quri qo'ylar emas, Yusufxon. Qari qo'y bilan yosh qo'ydi bozorda oldi sotisini ham hamma biladi. Farqi bo'ladi Yusufxon. Qari qo'y cheyinroq yuradi. Mana bu yosh qo'y o'zimiz ham qimmatroq olyapmiz-da. To'ppa-to'g'ri Mana aka. bu yaqin bo'g'oz qo'ydi, to'y bo'lgan yo'q. To'ppa-to'g'ri. Yaqin bo'g'oz qo'ylar bozorda ham kam. Bo'lsa ham qimmat lekin. Bor, qimmatroq. Xudo xolasa aka, bularni ham bitta bo'yini o'lchaymizmi? Mana qonini qarang, har bir tuvara mana shu qo'ylar ikki haftada Qonini qaranglar akalar, osilyapti. Bitqon ma'lumotini mana berdik-a, xudo xolasa. Bitta bo'ylarni ham o'lchab qo'yamizmi aka? Ha, bo'ldi. Bo'yini ham o'lchab qo'ysak, realni. Boshqalari isqan. Aha, qani balandida aka. Mana yerga mana tegdi metr. Mana brut ekan bu. Hop. 75-80 mana va. 80 plus minus deb olishaversin, 80 minus deyishsin. 75 minus 80 orasida. Bunisini ham. Ana akalar, yerga tegdi. Bunisi ham xuddi shunday, 75 plus 80 bilan 75 plyushka olsaversinmi? Ha. Bunisi ham 75 ortiqroq. Mana bu sal pastroq bo'lishi mumkin. Ana akalar, yerga tegdi. Bunisi 70 plus deb olissin. Uchtasiga akalar, bitta, ikkita, uchtasiga 75 plyuska beraverasiz Abdulla aka. 75 plyuska. Buni shunda 70 plyuska beryaptilar akamiz. Chicha do'malarroq qo'y, lekin eti zo'r. Eti zo'r. Ariq qo'y bilan semiz qo'yda etta boqishda ham eti zo'r ekan haqiqatdan. Aha. Ariq qo'yda boqish bilan semiz qo'yda farqi degan suti ham o'shanga qarab. To'ppa-to'g'ri aka. Bitta bolasi mujmig bo'lmaydi-da bularda. Qancha yaxshi yem yesa, qo'zisi ham shunday tez rivojlanadi, xudo xolasa akalar. Ariq tiriq qo'ylar emas bular. Jonivorlar bir qator turishibdi. Xudo xolasa, chiroyli variantda. Abdulla aka, bitta yechib ko'rsatamizmi bularni ham? Yechaveramiz. Xudo xolasa akalar, mana yechib ham bir qator ko'rsatdik. Ko'rsatyapmiz, xudo xolasa jonivorlar yurishlari ham chiroyli, xudo xolasa to'g'rlari ham chiroyli jonivorlar. Ular dala joyi bo'lsa hech kim ishlanmaydi bu qo'ylarni. O'shanga siz ham ishlanmaganingizda men taxtaga baylab qo'yaman. Joningiz omon bo'lsin. Mana bu yerda ishga ahamiyat etmadi bitta. Aka, endi bitta narxini bomba qiling endi aka bularni. Xudo xolasa o'ziga qarab, Yusufxon. To'ppa-to'g'ri. Endi hammasi ham holiga yarasha narxi Yusufxon. 3 millionlik qo'ydi, 3 million ham qo'yasiz. Bundan oldingi videoni Xudoga shukr chiqazdik. 2 soat, 3 soatda sotib oldik qo'ylarni. Yana bolasini ham, qo'zisini ham, bo'g'ozini ham. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turishsa, chiqazyapmiz, qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa bundan bag'ida ham zo'r chiqarib boramiz. Hammaga manfaatli bo'lsin ilohim. Ilohim, olganga sotganga Alloh barakasini bersin. Birinchi. Olgan odam ham xursand bo'lib, sizdan ham baraka topsin. rozi bo'lsin avvalo. Qani? Qo'ylarga Yusufxon. Aha. Mana keragi yo'q-a. Aha. Dengil gapiraveramiz endi. Keling. To'rtini bir joyga olgan odamga 6 million so'mdan Alloh barakasini bersin, Toshkentgacha dastak qilib beramiz. O'tib beriladigan joy bormi aka? To'rroni bir yerga olamiz deyishsa, To'rtini bir joyga odamga ayirib beramiz Yusufxon. Joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa akalar, narx bo'g'oz. Uchtasi 75 plyuska olaverasizlar, bittasini 70 plyuska. Xudo xolasa narx bo'g'oz variantida jonivorlar. 6 million so'mdan
To'rrovni bir tarixdagi xudo xolasa akalar tavsiya qilaman. To'rrovni bitta olgan odam yutadi akalar. Liboy bermayman. Aytgancha, o'rtab turinglar. Aha. Bittasi nima aytlamdi? Bezi bor ekan, betida. Ket, qo'yaver, ketsa ketar, bo'ldi. Mana buni mana shu yerda bezi bor ekan, endi bu tug'mami nima bilmayman. Bu joyni strashno aytmasu. Aha. Realni ko'rsatib qo'yiladi xudo xolasa. U ekan, bu yoq endi degan gapni gapirish kerak yo'q. Bori bor, yo'g'i yo'q. Bori bor, yo'g'i yo'q. To'ppa to'g'ri. Bu shu. Aka keyingi partiyamizni boshqasida gapsiz yo'q. keyingi partiyamizni boshlayveramizmi? Navbat 3-partiyaga. Xudo xolasa. Akalar 4-partiyamizni ham boshlab oldik xudo xolasa akalar. Abdulla aka birma-bir ma'lumotini aytib o'ting bularda. Hop, 4-partiyamizga suhbat 3 ta eng zo'ri xudo xolasa. Eng zo'ridan. Gigant qo'yiladi. Gigantlaridan. Hop, qo'ying, mana shu qo'ydi. Qo'yiladi, hozir bo'yni ham o'lchab ko'rsatamiz. Kalla boshini olingiz suhbat. Lavash ham butun ekan, a? Yo'q, ikkita kichkina teshik bor ekan o'rtasida. Kalla boshlari o'ta chiroyli garbonoslari suhbat. Qo'ydi, qarang. Jonivor. Qaranglar. Keling. Shuni ham bitta ko'rsatib o'tamiz akalar. Tishi 6 dan 8 ga o'tgan. Tishi butun, hali marjon bu tish. Tishi butun. 6 dan 8 taga o'tgan variant. Bunisini ham Bunlar bo'g'oz. Xo'p, bu 4 tish ekan mana bu. Mana 4 tish. rosa 4 tish. Qo'ylari bo'y o'ta uzun qo'ylar. Bu 6 tish ekan Yusuf. 6 tish. Bunisi 6 tish. Bunisi 6 tish. Endi taglarni ham olib qo'yamiz. Naq, xudo xolasa 2 hafta ag'bag'ida tug'ilgan qo'ylar. Bunisi ham mana lap-lap turibdi Yusuf. Mana. Naq, xudo xolasa. Bunisi ham shunaqa. Mana akalar. Birma-bir. Xudo xolasa sizlarni o'ylagan holatda birma-bir har bitta qo'ydi ma'lumotini berib o'tyapmiz xudo xolasa akalar. Hadimi 6 ta, Yusuf. Hademay xudo xolasa 6 ta. Egiz aytib bersin deymiz xudo xolasa akalarimizga. Yaxshi niyat, yarim davlat deydi-yu. Qarangda, bular uylarga borgancha tug'ilsa ham shu. Yana bola bo'lsa ham boraveradi. Yana bola qolib narximiz ketadigan gapsiz yo'q bizda. Joningiz zamon. Biz mana bular ham turibdi, Yusuf. To'ppa to'g'ri xudo xolasa akalar. Baraka bo'lgandan keyin tug'ib qo'ysa ham o'sha narxda jo'natasiz xudo xolasa. Joningiz zamon bo'lsin aka. Qo'ylarni uzoqqa jo'natib ham bo'lmaydi bu. Toshkent boshqa dasiga qilib beramiz bularni. Vodiy bo'ylab buniki. Ha, bular qiynaladi uzoq yo'lga. O'zi baldirab turibdi-da qo'ylar hammasi. Jonivorlar qaranglar akalar. Orqa boshlari ham kelishgan. Tikdumba. Yotiq dumba emas akalar. Qo'ylar metrga. Bitta metrlab ham ko'rsatamizmi aka? Metrni ham biroq ko'rsatib ketaylik. Yasni bo'lsin. Aha. Hop. Mana tiyda metr. Aha, mana tiydi bu tomoni. 80. 80 plus minus bo'lsa, plus ekan. 80 ni borsin mana. 80. Akalar, yerga tiydi bu tomoni. Bunisi ham 80 ga plus minus bo'lsin. Bir xil aka ikkovini ham. Ikkovini bir xil 80 plus minusga olaverasizlar mana ikkovini. Uzunligi ham 95. 95. 95 ekan uzunligi. Bunisi 90 deb olishaver ekan. Bunisini 90 mana akalar. Uzunligiga ham o'lchab ko'rsatyapmiz akalar. Akalar bizni ko'p obunachilar kuzatyapti akalar. Obuna bo'lib kuzatinglar, xudo xolasa shunaqa sifatli naq bo'g'ozlari, puli yengillardan ham chiqaryapmiz akalar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa video sizlarga ertaroq yetib boradi qo'ng'iroqcha. Birinchilardan bu bor yetib boradi. Hop, bu 75 plus 80-75 orasida bo'lib olishaveradi. 75 plusga olishaverar ekan, ha? 75 plus. 75 plusga olaverasizlar. Xudo xolasa akalar. Na. Yebichalar sinovdan o'tganmi aka? Yebicharaga kafolati bor. Yebichara xohlasa sinovdan o'tgan bola. Aha. U yog'iga javob beramiz. Yana sinov muddat berasiz yebicharaga. Bor, bir kafolat bor, sinov olishaveradi. Avvalo xudoyim. Sen tursan, o'ylarni yeb ichib turibdi. Aha. Ama yeb ichmasa shunchalik suyunibdi. Badan yaxshi. Son joyini ariqtiramasda qo'yiladi. badan yaxshi ekan akalar. O'ta Buniga mas'ul, lekin o'ziga yarasha. Sal tuqsa chiroyli bolani boqaveradigan holatda. Xudo xolasa bolani ham emas. Xudo xolasa yaxshi boqadigan variantida akalar. Jonivor. Mana bunisi kashtan. O'ylarni ham qarab qo'y. Sori o'zimizni mesni ha bular aka. Ha, bular abadan kelmagan, o'zimiz shu atrofda qo'ylariga, yorig'achiga, boshqada yoki voha Qirg'izdan kelmagan bu qo'ylar. Aha, o'zimizni o'sha vodiydagi ekanda aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa aka bularni ham bir qator yechib yurishlarini ko'rsatamizmi? Bitta qo'yib beramiz, ko'rib olsa. Endi bular ushlab turib bo'lmaydi bunaqa qilib. O'ta baquvvat qo'ylar. Ushlayman sen kuchingiz yetmaydi. Juda ichidan olsangiz. Xudo xolasa akalar
Mana yurishlarini ham ko'rsatyapmiz bir qator jonivorlarni. Bunlar juda jiddiy qo'ylar. Mana qarang akalar. Xudo xolasa jonivorlar yurishlari ham normal, xudo xolasa akalar. Xudo xolasa akalar, So'ray Optim kanaliga laykni bosib, obuna bo'lib turaversalar, xudo xolasa shunaqa naq bo'g'oz yirik qo'ylarni chiqarishda davom etamiz akalar. Yana bola olib qolsa ham o'ziga yarasha pulga olaveradi-da. Endi oldin nima narsa bo'lmaydi, lekin yana bola olib tursa shu qo'ydi. Hech kim 8 yarmdan bermasa kerak. To'ppa-to'g'ri, xudo xolasa akalar. Shunday bo'lyapti bozorda ham, lekin xudo xolasa akalar sizlarda o'ylagan holatda bozordan arzonroq chiqarishga harakat qilamiz, imkon boricha akalar. Tishlari yaxshi qo'yiladi, suyagi yaxshi, badani o'rtacha. Yirik qo'ylardan ekanda, xudo xolasa akalar. Aka endi bitta pulini ayting endi. Hamma narsa narxida aka. Bularda Usmon. Aha. Boshqa gap yo'q, ana buni. Shanta kilometrda bor gapni gapirib qo'ya olamiz, a. Qani? Hop, uchovini bir joyda olganga 6,5 million so'mdan Toshkentgacha qilib beramiz dastlabkani-yu. Aha. Qo'ylar yaramaslik mumkin, ismi o'shog'i bor. Qo'ylar Naq bo'g'oz qo'ylar bular. naq bo'g'oz qo'ylar xudo xolasa. Akalar. Qo'ylar bu joyga dastlabkasi bor. Vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida xudo xolasa akalar 6,5 million so'mdan xudo xolasa gigantlaridan jonivorlar. Hop, tanlab olishga ama Usmon naqaga bo'lmaydi. Naki mana qo'ylar. Sol o'zini Aha. 6,5 dan pastda bizga ham bermaydi mana qo'ylar. To'ppa-to'g'ri. Bozorda ancha qimmat akalar qo'ylar. Xudo xolasa biz sizlar qo'llab-quvvatlab turganlaring uchun akalar narxda sizlarda o'ylagan holatda. Sizlar ham bizni o'ylab, obuna bosib, laykni bosib, otangga rahmat, arzon bo'pti deb kommentariy yozganlaring uchun akalar ilojini boricha bozordan imkon boricha arzonroq chiqarishga harakat qilyapmiz akalar. Xudo xolasa. Abdulla aka, keyingi partiyamizni boshlayveramizmi? Navbat 600 partiyaga endi. Xudo xolasa akalar 5-partiyamizni ham boshlab oldik, xudo xolasa. Abdulla aka birma-bir ma'lumotini aytib o'ting bularni ham. 5 partiya. Sorlardan qoldi, Usmon. Hisoralaridan. Naq bo'g'oz mana. Jonivorlar. Tayyor, xudo xolasa. Lapillab turib, ot janavary. O'ta chorsagan aka. Haqiqatdan bo'g'ozmanda bari o'zini ayagani ham yo'q. Ha. Chorslalar jikir-jikir qilaveryapti. Keyin naq bo'g'oz. Ishlarini qani? Tasha tep qotdi-da. Tasha yetdi. Bu ham olibdi Usmon. Boshdan olishga chiqyapti. Chiqyapti. Boshni ham ko'ring, mana Usmon bundan olib qo'ying. Hisor variantida mana oldilarni ham ko'ring. Chista hisor qizil tondan bu. Stokalari ham yaxshi, kallaklari ham chiroyli kallalardan. Kallasiga bunday qarab odam shishak yo qo'zi deydi. Men ham yashak ya qo'zi bo'lsa kerak dedim mana shuni. Ish lekin oltish ham tobida-da. Shishak qo'zi birinchisiga yaxshi bola bermaydi. Hamma to'g'ri. Bitta qo'y. Sekin-sekin optini oshirib boradi. Optoshlari ham mehrli bo'ladi katta qo'y bolasiga. To'ppa-to'g'ri. Birinchi qonun qo'y mehribon bo'lish qiyinroq bolaga. Mana aka bitta bolani zo'r boqaveradi. badani ham yaxshi badani. Badalari ham zo'r, qo'y charpayli 50 qo'y. Jonivorlar. Tagiga mana lapillab turibdi o'zi. Ushlamasangiz ham ko'rsatyapti o'zi. Jonivor. Bular bir hafta keldi deyapman, tishini ko'rsatdim mana. Qani? Mana shuni 8 ekan Usmon. 8 ta. 8 butun, mana urug' emas, boshqa emas. Aha. Bitta 8 qo'yimiz bor ekan. Qolgan 4 ekan, a? Aha. Bitta 8 qo'yimiz. Ha. Ya'ni o'sha ham 8 ekan, a? Ikkita. 8 ga chiqqan, bu 8 to'ldirgan. Bu 8 to'ldirgan. Xudo xolasa yaxshi. Jonivorlarda yeb-icharni sinovdan o'tkazdingizmi aka? Yeb-ichariga gap so'z yo'q, xudo xolasa. Joningiz omon bo'lsin, xudo xolasa. Ko'ryapsiz, odam ushlatmayapti bu qo'ylarni. Qo'ylarni odam ushlab bo'lmaydi. Mo'l to'qilay qochadi bular. O'shanga akalar shunga baylab qo'ydik hammasidan. Ha, buni qo'lda ushlab budaqa bo'lmaydi qo'ylar. Jonivorlar. Akalar, naq bo'g'oz so'ragan aka-ukalarimizga videoda ulashib qo'ysalaring. Bittada qaragan odam o'zi bo'g'azon deb odam bo'ladi. to'ppa-to'g'ri akalar, qorin osilib, boshqa bo'lganini. to'ppa-to'g'ri aka. Bularni ham bitta-bitta yechib ko'rsatamizmi aka? Yechaverayapmi? Xudo xolasa akalar, mana yechib ham ko'rsatyapmiz jonivorlar bir qator yurishlarini. Jonivorlar ham o'zi arang yuribdi, Abdulla aka bular. Qo'ylarni olsa aytibman, ikki hafta. Biroyda barida to'g'ri hamma qo'yim xudo xolasa shu. 12 ta qo'y chiqazyapmizmi jami? Aha. Oq qo'zdan tashqari hamma qo'yim xudo xolasa biroyda bu yog'ida quvadi. Bir oy atrofida, bir oyda bu yog'ida tuvadi, xudo xolasa akalar. Jonivorlar stokalarni ham tak ko'rib qo'yinglar akalar. Bittada laykni bosib qo'yish esdan chiqmasin akalar. Kanalda yangi bo'lsalaring obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysalaring
Xudo xolasa birinchilardan bo'lib yetib boradi. Abdulla aka endi bitta narxini ayting endi buni. Hammaga qiziq, bizga ham, obunachilarimizga ham qiziq. Oxirisini yo'lda qilib beramiz Yusufxon. Mhm. Bularda 2 Qani? joyga Toshkentgacha dastavkasi bor. 12,5 million. 6 million 250 ming so'm bo'ladimi? Aha. 12,5 millionga. Alloh barakasini bersin. Xudo xolasa akalar 6 million 250 ming so'mdan Xudo xolasa oxiri bardiyamiz. Naq bo'g'oz variantida. Hamma qo'ylarimiz ham naq bo'g'oz, Xudo xolasa ikkita xusori kashtanidan keladi. Aloqaga chiqarasizlar, Xudo xolasa. 50 variantida akalar. Xudo xolasa akalar aloqaga chiqarasizlar, akam 24 soat aloqadalar, Xudo xolasa. Olaman degan odam bo'lsa, ishini bitiramiz, maqsad sotish. Yo'lda chiqajapmiz. Endi qimmat bo'lishi mumkin kimgadir, lekin bu naq bo'g'oz qo'ydi. Biz o'zimizga ham shunaqa qimmat kelyapti. Bo'g'oz chiqarayotgan bilan 3 oy to'rayda to'g'ridan qo'ymasda bular. Aha. Uzog'i 1 oy deyapmizmi? Bu tilimizga javob. Naq bo'g'oz qo'y, qimmatroq kelyapti o'zimizga ham. To'ppa to'g'ri. Xudo xolasa akalar, bozorda ham bundan qimmat bo'lyapti, Xudo xolasa. Akalar qo'llab-quvvatlab tursalaring, elim yurtim deb yonib yashashda harakat qilamiz. Qo'llab-quvvatlab, podpiskani bosib, laykni bosib, kommentariyada iliq fikrlaringni qoldirsalaring, Xudo xolasa bir xursand bo'lamiz. Akalar, video syomkamiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha optimchilar, arzonchilar yig'ilgan Saroy qishlog'ida Abdulla akamizning qo'y fermalarida bo'ldik. Xudo xolasa akalar, keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. O'zlaringni ehtiyot qilinglar.